CAD/CAM zo'r ekan lekin degan izoh kelibdi. Bu videoda CAD/CAM haqida emas, 3D scanner haqida ma'lumot berilgan edi. Hozir men sizlarga CAD/CAM haqida ham, skanner haqida ham to'liq ma'lumot berishga harakat qilaman. Bu ikkalasi stomatologiyada raqamli texnologiyaning ko'rinishi hisoblanadi. 3D skanner og'iz bo'shlig'ini to'liq skaner qilib, uni texnik laboratoriyaga raqamli ko'rinishda yetkazib beradi. Laboratoriyada esa u ma'lumotlar asosida CAD/CAM apparatida tish va koronkalar qisman yoki to'liq yasaladi. Ana endi afzalligi va kamchiliklariga keladigan bo'lsak, bitta kamchiligi bo'lardi. Bu ham bo'lsa, aniqlikni yuqori darajada emasligi. Texnologiya rivojlanib, hozirgi paytda bu muammo ham bartaraf qilingan, aniqlik ham juda yuqori darajada. Afzalliklari juda ko'p, eng muhimi vaqtni tejalishi. Ya'ni, an'anaviy metodda og'iz bo'shlig'idan qolib olinadi. Keyin esa u texnik laboratoriyaga jo'natiladi. Texnik laboratoriyada esa u 5 kundan 1 haftagacha tish yasash uchun tayyorlanardi. Raqamli texnologiyada esa bu jarayon 5x ga kamaygan, ya'ni 1-2 kun ichida bu ishni qilsa bo'ladi. Hech qaysi davo usuli absolyut emas. Har bir inson holatiga qarab davo usuli ham individual bo'ladi. Biz ham ba'zan an'anaviy usullardan, lekin ko'pchilik holatlarda raqamli texnologiyalardan foydalanamiz. O'zi menimcha 5 yildan keyin hamma raqamli texnologiyaga o'tib ketsa kerak deb o'ylayman. Muammoga aniq va individual yondashuvni xohlasangiz, siz ham qabulimizga yoziling.